ko'payib ketyapti. Assalomu alaykum obunachilar. 2007-yilda ishlab chiqarilgan Damas Deluxe kraskasi bitta mana shu tarafda bor. Salon holatlari chiroyli holatda turibdi. Yurgani 671 ming. Bitta shu yerda rixtovka kraskasi bor deyapti, qolgan joy o'ziniki deyapti. Tekshirtirib metal orasida orqa salon holatlari chiroyli holatda turibdi. Shu mehnatimizga yarasha endi podpiska bosib, like bosib qo'yasizlar obunachilar. Mana. Yoqilg'isi qanaqa? Gaz bormi? Mana, yoqilg'isi. Qanaqa? Metan, propan? Metan. Metan. Metan gazlari bor ekan obunachilar. Ketib qolyapti. Damasimiz chiroyli Andijon bozorida turibdi. Mana, qo'lni aylantirib ko'rishinglar mumkin. Necha pul deyapsiz endi buni? 300 dan tushib beramiz. 3300 dan tushib berar ekan. Nomeringizni aytib qo'yasiz. $2900 qilishdi, bermadim, tepasi ko'rsa beraman. 93li 93li 417 417 25 25 51. 51. Obunachilar yana kerakli ma'lumotlar bo'lsa, egasini o'zidan so'rab olasizlar.